Assalomu alaykum. Kreditli bormi deganlar var. Kreditli Gentra'miz keldi. 2021-yil 79 ming yurgan. Mashina vashi ideal holatda. Tonirovkaga ruxsati bor, polniy shumka bo'lgan, keramический tormoza. Ko'rsangiz bo'laveradi. Ichlari polniy alcantara qilingan. 909 pultlari bor. Mana bu podsvetkalarigacha yonadi uka. Ichlarini ham bitta ko'rsatingda. Tomlarigacha alcantara. 3 yil kredit qolgan. 3 million 100 ming. Subwooferigacha bor. Mashina вообще tayyorda. 3 yil kredit qolgan 3 million 100 mingdan. 6 ming berilsa, mashinaning nomiga ham o'tadi. Kreditini 3 yil qolgan holat 3 million 100 bunaqa kredit yo'q. Kimga qiziqarli bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Endi nasib qilganga beriladi, ulgiga ulgib qoladi. Bemalol telefon qilaverasizlar.